Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari o'quvchilari bilan ishlashda ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida mahalla, maktab, oila va jamoat tashkilotlari hamkorligiga asoslangan tizim joriy etiladi. O'tkazilgan tahlil natijalari va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanish ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ular bilan ishlashning maqsadli yo'nalishlari belgilanib, har bir yo'nalish bo'yicha mas'ullar va individual ish rejalari tasdiqlanadi. Kelajak markazlari negizida har bir umumta'lim maktabida o'quvchi yoshlarni tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maktab maslahatchisi lavozimi tashkil etildi va aynan maktab maslahatchilari Prezident iqtidorli farzandlari loyihasini amalga oshirish, shuningdek 7-9 sinf o'quvchilarini alohida kasblarga qiziqtirish va ularni kasb-hunarga yo'naltirish masalalari bilan ham shug'ullanishadi. Bugun o'sha maktab maslahatchiligiga topshirgan nomzodlar albatta o'ziga ishongan, yoshlar bilan ishlash ko'nikmasiga ega ekanligini kuzatib turibmiz. Bugun saralab olinayotgan maktab maslahatchilari nafaqat maktabning hayotida, balki butun jamiyatning hayotida faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan yoshlar bo'lishiga ishonchimiz komil. Jizzax shahrida tashkil etilgan test sinovlarida 89 ta maktab maslahatchisi o'rni uchun 900 nafardan oshiq faol o'qituvchilar qatnashdi. Ular test sinovlarida ta'lim siyosati va davlat tilida hujjat yuritish ko'nikmalari, pedagogik mahorat, ingliz tili va axborot texnologiyalari ko'nikmalari bo'yicha savollarga javob berishlari talab etildi. Biz hozirda mana shu maktab maslahatchi lavozimlariga test sinovlariga tayyorgarlik ko'rib topshirib chiqdik. Testlar adolatli, shaffof, ochiq tashkil qilingan. Buning uchun hammaga rahmat aytamiz. Albatta o'quvchilarning ma'naviy, ma'rifiy axloqini oshirishga, ularning qiziqishlarini yuzaga chiqarishda, har jihatdan maktab o'quvchilarining faolligini oshirishda maktab maslahatchilarining o'rni yuqori bo'ladi deb o'ylayman. Ishonchimiz komil, sohadagi kadrlarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda boshqaruvni takomillashtirish, maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlarining moddiy texnika bazasini xalqaro andoza va zamonaviy pedagogik texnologiyalarga mos ravishda rivojlantirish o'quvchilarning zamonaviy va talab yuqori bo'lgan kasblarga qiziqishini yanada oshiradi. Interaktiv ta'lim muhitini shakllantirish orqali bolalarning ilmiy, texnikaviy, ijodiy va sport yo'nalishlaridagi salohiyati tobora yuksalib boraveradi.